Davom etamiz. Qurilishda sifat nazorati bugun har qachongidan muhim. Shu bois sohada raqamlashtirish orqali nazorat yanada kuchaytirilmoqda. Xususan bu borada Samarqand viloyati hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Mavzuni muxbirimiz manzildan davom ettiradi. Endilikda qurilish obyektlaridagi ishlar raqamli tizim orqali onlayn nazorat qilinadi. Buning uchun Samarqand viloyati hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat inspeksiyasida obyektlarni onlayn monitoring qilish tizimi ishga tushirildi. Ushbu markaz orqali obyektga bormasdan turib, qurilish jarayonlarini masofadan kuzatish, aniqlangan kamchiliklarni o'z vaqtida belgilash va nazorat qilish imkoniyati yaratildi. Bizda kameralar 24/7 rejimda ishlaydi. Obyektlarning ish faoliyati kunduz kunlari to'liq nazorat ostida ishlab turadi. Inspektorlar bormagan qo'pol qoidabuzarlar aniqlangan taqdirda birdaniga hududning inspektoriga o'sha bog'lanib, aniqlangan kamchiliklarni zudlik bilan bartaraf etish bo'yicha joyiga borib, tegishli chora ko'rishi bo'yicha ko'rsatmalarni beramiz. Samarqand tumani hududida qurilayotgan ko'p qavatli uy-joy obyektlarida monitoring jarayonida qurilish qoidalari buzilgani aniqlandi. Holatni o'rganish va joyda nazorat o'tkazish maqsadida inspeksiya xodimlari bilan birgalikda qurilish maydoniga bordik. Haqiqatan ham onlayn markaz kuzatuvida yozib ko'rsatilgan obyektda texnik xavfsizlik qoidalariga rioya etilmagan qavatlarda vaqtinchalik lentalar, ya'ni himoya to'sinlari o'rnatilmagan, obyekt chiqindilar bilan tozalanmaganligi aniqlandi. Shu bo'yicha bizlar majburiy tartibda yozma ko'rsatmalar berdik. Hozir joyda bartaraf etish choralarini qo'llaymiz. Loyihalashdan tortib qurilish ishlari yakunlanguniga qadar bo'lgan ma'lumotlarning yagona tizimda jamlanishi nazorat jarayonini tezlashtirish bilan birga sohada shaffoflikni ta'minlashga xizmat qiladi. Bartaraf etiladi aka, hamma bartaraf etilganini platformaga joylab, inspeksiyadan o'tiladi hammasi aka. O'zi muddat berilgan muddatida amalga oshiramiz bularni hammasini. Bugun raqamlashtirish qurilish sohasiga ham keng kirib kelmoqda. Ortiqcha byurokratik jarayonlar qisqartirilib, davlat xizmatlari elektron shaklga o'tkazilmoqda. Tadbirkorlar zarur hujjatlarni onlayn tarzda taqdim etib, natijalarni ham elektron shaklda olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Yangi talablar esa avvalo avariyalarning oldini olish, binolarning texnik holatini nazorat qilish va aholi xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Mo'tabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan.